Bu yoshdan bolani qiynab nima qilasiz? Bolani baribir esda qolmaydi-ku. Bolaga bu juda ham kuchli nagruzka, monster ona deb yozib ketayotganlar. Buni men negativ sifatida qabul qilmayman. Fikringizni hurmat qilaman, chunki hammaning o'zining fikri bor. Ikkita holatdan bir misol keltirmoqchiman. Birinchisi, bir kuni 5 yoshligim aytayapti-da, ona, nima uchun biz ko'p o'qiymiz? Ha, to'xta dedi. O'zi sirazi javobini aytayapti. Chunki Alloh Alaq surasida iqro deganda deyapti. Ya'ni iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Mana tajvidim zo'r emas. Ya'ni o'qi. Mana shundan Alloh bizga o'qishni buyuryapti deyapti. Ikkinchi bir misol, qizim bir kuni farishtalar haqida gaplashdik bugun deb keldi. Xo'sh dedim. O'zi gapirib, o'zi savollarga o'zi javob beryapti-da. Ya'ni aytayaptiki, farishtalar haqida gaplashdik, farishtalar oyog'i yo'q, qanotlari bor deb gapirishyapti dedi. Lekin ona farishta nurda yasalgan deb o'zi sirazi javob beryapti-da. Ya'ni bolalarimizda hamma kabi g'oyaviy bo'shliq bo'ladi-da. Agar biz o'sha bo'shliqni, ularning tafakkurini oshirgan holatda to'ldirmasak, uni boshqalar to'ldiradi. Shuning uchun bilmadim, hammaning o'zining fikri bor. Lekin men ona sifatida vazifam farzandlarimga ishlov berish.